Ko'p kulish haybatni ketkazadi, ma'naviyatni o'ldiradi. Lekin biz hozir kulgu haqida emas, balki millatning ko'nglini olyapmiz, ularning hordig'ini chiqaryapmiz degan tashkiltroq, ichqaltiroq bahonalar bilan xalqimizning chuqur ildizli sof madaniyatiga bolta urayotgan betamiz qiziqchilar haqida suhbatlashmoqchimiz. Qadimdan xalqimiz ko'p gapirib ko'ngilni ozdiradigan va bo'lar bo'lmasga kulgu hangoma qiladigan insonlarni xush ko'rmaydi. Ammo daryo suvi bir joyda turmaydi deganlaridek, vaqtlar o'tib, ma'naviyat, axloq masalalari ham biroz o'zgardi. Sergaplik, ko'p kulishlik avjiga chiqgach, bu xulqlarni sun'iy keltirib chiqaradigan soha vakillari, ya'ni bemaza qiziqchilar ko'payib ketdi. Ularning zararlari ko'pligidan qaysi biridan boshlashni ham bilmaysan kishi. Milliy qadriyatlarimizni erkin ijod nomi ostida mazax qilib chiqishayotgan sahna ko'rinishlarinimi yoki yoshlarimizning axloqini buzadigan, shahvoniy hislarini uyg'otadigan yarim yalang'och qizlar u ayollarcha kiyinib olib qilpillaydigan erkaklar ishtirok etgan sahna ko'rinishlarinimi yoki boshidan oxirigacha yolg'on va mazmunsizlikdan iborat hangomalarinimi? Bundan ham achinarlisi, xalqimiz ertalabdan kechgacha qora terga botib halol ishlab topgan pullarini qandaydir yolg'onchi firibgarlarning bir necha soatlik konsertlari uchun sarflab yuborishlaridir. Agar bizlar bir millat o'laroq ana shu masxarabozlarga sarflayotgan mablag'larimizni boshqa foydali ishlarga sarflasak, masalan maktablar, bog'chalar yoki masjidlar qursak yoki boshqa foydali ishlarga qaratsak, shubhasiz o'zimiz uchun ham, vatanimiz uchun ham ulkan manfaatlar keltirishimiz turgan gap. Kimlardir ha endi bularga arzimagan pul sarflayapmiz deyishlari mumkin. Lekin xalqimizning hikmatli so'zi bor. Toma ko'l bo'lur. Ammo bularga sarflanayotgan mablag'lar allaqachon toma dengiz bo'lib ulgurgan. Nega deysizmi? Mana sizga qisqacha ma'lumot. Birgina million jamoasining 2025-yilgi konsert dasturining kuzgi sonining chipta narxlari 44 ming so'mdan 770 ming so'mgacha bo'lgan. Endi bu konsert dasturining 5000 nafar tomoshabinga mo'ljallangan Xalqlar do'stligi saroyida tashkil etilganini, 10 kun davomida davom etganini hisoblab ko'rsangiz, yurtdoshlarimizning qora terga botib halol ishlab topgan pullarini kimlarga va nimalarga sarflayotganliklarini bilib olishingiz mumkin. Eng achinarlisi, bunga o'xshash jamoaviy yoki yakka tartibdagi betamiz qiziqchilar yurtimizda to'lib toshib yotibdi. Kimlardir ha endi ko'ngil ochish ham, kulgu ham bo'lmay urishma deb bizlarga aks fikr bildirishlari mumkin. Lekin bunday ozuqani hazil qissa yoki romanlar o'qishlik yoki hazilkash do'stu birodarlarning suhbatida bo'lish bilan ham olish mumkin-ku. Bizlar kulgu tabassumga yoki shaxsiyatlarga qarshi emasmiz. Bizlar yurtdoshlarimizning vaqtlarini va mablag'larini to'g'ri taqsimlab, oilalariga, kelajak avlodga hamda vatanlariga ulkan manfaatlar keltirishlari tarafdorimiz. Agarda xalqimiz bunday keraksiz qiziqchilarga sarflayotgan vaqtlarini boshqa foydali ishlarga qaratishsa, masalan, ilmiy, adabiy kitoblar o'qishsa, tariximizni o'rganishsa va farzandlariga o'rgatishsa, o'zlari uchun ham, vatanimizning kelajagi uchun ham katta manfaat keltirgan bo'lishadi. Zero har bir insonni ortidan uning yaxshi amallari bilan eslashadi. Xulosa esa o'zingizdan.